أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hürmetli kardeşler, bugün sözlemekçi boğunumuz Allame Sedruş Şeria rahimahullah yazgan En-Nukaye Muhtasarul Vikaye namlık kitabımızın 6. dersi. Hem de biz ders girişine evvel ilgili derslerin mezmununu kısaca sözle bitip giteyli dersini, bugünkü dersini ilgili dersle bağlaş ve münasebetinde sözleş için. Biz evvel Musannif rahimahullah taharetine sözlep taharetinin farzları, sünnetleri, onundakin taharetini sundurucularını sözlep boğandan keyin guslenin farzını sözlegen edi. Onundan keyin guslenin sünnetlerini sözlegen edi. Emde bolsa şu gusleni vacip kılıdığan mezmunlarını sözleydi. Xuddi bu nima degandek bo'ladi? Taharetning farzini, sünnetlerini sözlep boğandan keyin taharetini sundurucularını sözlegandek g'uslning farzlari sunnatlarini so'zlab bo'lgandan keyin g'uslning shu g'usl taharatidan iborat cho'ng tahoratni sundurg'uchilar degan omillarni so'zlagandek bo'ldi. Endi g'uslni vojib qilg'uvchi degan gap, ya'ni g'uslning iborat insondagi cho'ng tahoratni sundirib o'tadigan omillar qaysilar va shu cho'ng tahoratni elishni vojib qiladigan omillar. Cho'ng tahorat sinib ketgandan keyin inson nima qilishga, qachon namoz o'qiy desa shu chog'da cho'ng tahorat qilishga ihtiyoç zarur bo'ladi. Shu sababdan kadanga vojib bo'ladigan gap. Shunga eng oxirdagi natijani beshtiki sabablarni o'rnib qo'ygan gap. Va mujibuhu, shu musannif rahimahullah dediki, va mujibuhu inzalu maniyyin zi dabqin ve shahvatin indal infisal. Biz oldi bilan bu darsniki mazmunini oldi bilan yanında o'qish boshlag'uchilarni yaxshi o'zlashtirish uchun darsniki tekstini, naslini balda bir tarjima qilib o'tib, undan keyin jumla sharhlab, izohlab o'taylik. Ya'ni musannif rahimahullah deydiki, va mujibuhu inzalu maniyyin zi dabqin ve shahvatin indal infisal. Ya'ni u g'uslini vojib qilg'uchi omil. Endi bu yerda sharh izohni deylik. G'uslni vojib qilg'uvchi omil meninin intayin kuch bilan, yani etilish bilan va shahvat bilan urug'dandan meni chiqadigan urug'dandan ajralgan chaqda etilish va shahvat bilan meniniki nimasi chiqishi. İnsan degan tushish degan gap, yani urug'dandan insonniki avvertigi tushishi degan bo'ldi. Ya'ni taqima tarjima qilgan vaqtimizda chiqishi. Birinchi g'uslni vojib qiladigan omil. Ikkinchi g'uslni vojib qiladigan omil bo'lsa, va g'aybatu hashafatin fi qubulin aw dubulin ala al-fa'ili wal maf'uli bihi. Ya'ni xatniga degan gap o'g'il bolalarni ichida xatni qilayotgan yerdan shu yani ismini xatni qilgan yerdagi yerdan tortib avratini uchiga g'oliqni hashafa deydi. Shuni xatnilikmi deb qo'yamiz, xatnigami deb qo'yamiz. Ya'ni shu xatniganiki, xatniga qadar degan gap hamda. Xatniganing g'oyib bo'lishi fi qubul degan ayol kishining avratiga yoki maqitiga. Alal fa'il kimga vojib bo'ladi g'usl vaqtda? Qilg'uchiga va al maf'uli bihi degan qilinuvchiga, har ikkalasiga g'usl o'xshashlar vojib bo'ladi. Üçüncü g'uslni vojib qiladigan omil bo'lsa, va ru'yatul mustayqizil maniyya avil madiyya. Ya'ni uyqudan uyg'onuvchining menini yoki mazini ko'rishi, uyqudan uyg'onib mazini yoki menini ko'rishi g'uslni vojib qiladigan üçüncü omil. Dördüncü omil bo'lsa, va inqita'ul haydi va nifas. Yani ayol kişinin hayızdan üzülüşü yoki ayol kişinin nefasdan üzülüşü. Mana bu şu iki iş mi? G'uslni vojib qiladigan
4-nji amil. Demek bu 4 xil amil musulmanga gusl kılışını vacip kılıdı. La vat'u behimetin bila inzal. Meni nazil bolmasdın, yani meni çıkmasdın çarpayını veti kılış guslunu vacip kılmaydı. Ve sunneril cumuati vel aydeyni vel ihrami ve arafa. Yani gusl kılış cüm'i namazı üçün, iki heyt namazı üçün ve ihram üçün ve arafat üçün gusl kılış sünnet kılındı, sünnettir deydi. Endi biz mana bu yangi o'qish boshlag'uchida tarjima nima ish qilganda yangi o'qish boshlag'uchidagi eng diqqat qiladigan balki nimaga tarjimaga bo'ladi, tarjima qilishga. Shunga biz ularga bak dastlab izohlab olsak, u kallasiga tarjimaning diqqati tarjimaga olishga, kallasiga tarjima o'ynashmay qoladi. Biz tarjimani qilib bo'ldik. Endi asos o'qishning asos fiqh deganning nimasi asosiy nishoni. Lug'at ma'nosi bu, leksikalik ma'nosi bu tushunish degan gap, nishonimiz tushunish. Qur'onni tushunish, Rasulullohning sunnatini tushunish degan gap. Tushunmasa adam hukm o'g'lamaydi, amal qilolmaydi. Asosiy maqsad tushunish. Bu tushunish degan bu saviyaga yangi o'qish boshlag'uchida yetib olmaydi. Faqat avval tushunish uchun desabda tarjimani bilish kerak. Lug'atga ehtiyoj bo'ladi. Tarjimani bilib bo'lgandan keyin tushunadigan gap. Shuning uchun biz tushuntirishni ishga hozir boshlaymiz. Va mujibuhu inzalu maniyyin lidabqin ve şehvetin indel infisal diyen bu sözünü şerhlep öteydi birden. Yani guslini vacip kılgıcı diyen gap yedi ki nemi diyen gap dese yani guslini vacip kılışının guslinin vacip buluşunun sebebi diyen gap. Guslinin vacip buluşunun sebebi. Yani yedi ki vacip diyene perz diyen manada. Yani bizdeki fıkıhda umumi fiqhda yani 4 mezhep fiqhida vacibni farzini onu işletiyordu. Lakin Hanefi fiqhida ayrıldı. Farz ayrım, vacip ayrım. Farzning hükmü başka, vacibning hükmü başka. Biz ondaki farz bilan vacibning farqini ilgili birinci dersimizde tafsili bayan o'tgan edik. Endi farz degan ayet bilan sabit bo'ldi. Farzning hükmü ayet. Buna lazım ayet. Kur'an'da ayet olmasa farz degan hüküm çıkmaydı. Lekin vacip degan joyda hadis bilan vacip hüküm çıkıyordu. Peygamber şunçalik. Bir adam farzga inkar qilsa kafir. Farzga inkar qilsa kafir. Agar farzni qilmay qolib qolsa, bu dovzax o'ti bilan azoblanadi. Andın. Bir adam vacibni qilmasa desa, vacibni qilmay qolib qolsa, bununla qattiq azap bo'tu, lekin demak kafir olmaydi. Adam vacibga inkar qilsa, mesela vacib emas, u bu deb inkar qilsa yoki qilmay qolib qolsa, bu kafir bo'lib ketmaydi, lekin azobga duchor bo'ladi. Qiyomat kuni do'zax o'tidan azoblanadigan gap yana birga. Farqi o'sha endi. Ya'ni demak millatdan chiqib ketmaydi. Farqi shunchalik. Lekin qilmang degan gap emas. O'xshash do'zaxga ketgan gap. Endi kafir olgan bilan kafir olmay do'zaxga ketgan farqini bilsa, kafir bo'lib do'zaxga kelsa, mingga qotdi. Kafir jannatga kelmaydi. Lekin musulmon bo'lib do'zaxga kelsa, chiqadi do'zaxdan inshaalloh, Allohning rahmati bilan. Gap farqi shu. Xudoyim hammalarni bu do'zax o'tqizishsin, Xudoyim saqlasin. Endi yani demek verdik vücut degan gapi, yani g'usl qilishni farz qiladigan omillar degan bo'ldi degan ma'nosi. Endi yani g'usl vojib bo'ladigan sabab bu farz qiladigan omillar deb qo'ysak, endi kallanglarga mushu ishlar farz qilgancha ekan deb qolmasin. Asli g'usl qilishni farz qilmaydi holat yuz berganda, g'usl qilishni farz qilgan kim? Alloh subhanahu va taolo taqaddas. G'usl musabbib yani mushu ishlar yuz berganda g'usl qilsan deb buyurgani Alloh taolo. İza men kuntum junuban fattahharu degan oyatlar mesela. Endi mush ishlarni xuddi g'uslni vojib qilguvchi deb qo'ydi. Qilguvchi degan gap ya'ni g'usli vojib g'usli mush ishlar yuz berganda g'usli vojib bo'ladigan ahvollar, sabablar deb sababni musabbib ya'ni vojib qiluvchi uni qilgan gap. Ya'ni demak asli vojib qilguvchi Alloh. Bu aqida masalasi endi. Shuning uchun eskartib qo'ygan gap. Onunkin hem de musannif inzalu meniyyin dedi. İnzalu meniyyin. Yani inzalu meniy degan gap yani meniniki chiqishi degan gap hamda. İnzal degan gap meni degan masalan er kishidan umr so'ngidan quruqdan chiqadi ekan. Allah taolo
minas sulbi ve taraib ve Tarık suresinde minas sulbi ve taraib dedi. Yani ayol kishiniki umurotliq so'ngkidan, quyruq so'ngkidan chiqadi. Urug, meni, sperma. Ayol kishining chambar so'ngkidan dedi, mayda so'ngkidan, chambar so'ngkidan chiqadi deydi. Taraib degan. Demak, ashyadan chiqadigan bo'lsa, demak, urug'dan o'ni shu umurotliq so'ngkidan, quyruq so'ngkidan degan gap. Shu yerdan chiqadigan gap. Ya'ni shu yerdan nimaga avratga tushishini demakchi bu yerda. Uni kendi chiqishimi bor, chiqish. Yani avratdan tashqi chiqish degan gap. Bu ikki ma'noda chiqargan inzal mani degan gap. Va huwa min al-mar'am deb bu nima deganligi? Maniniki rangidan qandaylik desa buni o'ylanganlar biladi, o'ylanmaganlarga bilishnikki ehtiyoji, hojatim yo'q. Balog'at ketmaganlarning bilish hojatim yo'q. Balog'at ketgan chaqda 3 kishi biladi. Hamda meni chiqsa nima vojib bo'ladi? G'usl vojib bo'ladi deganning dalili nima desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abi Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilgan, Abu Dawud rivoyat qilgan bir hadisda nima degan? Innamal ma'u minal ma'. Yani sudan degan gap, ya'ni g'usl qiladigan suvni ishlatish qachon vojib bo'ladi desa minal ma'. Yani sudan, ya'ni iliq suv hammalarniki zehndi bo'lgan g'usllarni vojib qiladigan shahvat bilan chiqqan menidan iborat bo'lgan suvning tufaylidan g'usl qilish, jinobat g'uslini qilish vojib bo'ladi degan mazmundagi payg'ambar alayhisolamniki hadisi. Shu hadisning jihatidan meni chiqsa insondan nima mutlaq g'usl vojib bo'ladi degan gap. Endi Musannif rahimahulloh bu meniniki mutlaq chiqishiga dafqi shahvat degan qeydni qetib qo'ydi. Zi dafqin va shahvatin. Dafq degan gap meniniki avlatdan chiqqan joyda qattiq kuch bilan etilib chiqishi degan gap. Shahvat degan gap qattiq huzur bilan, nihoyat lazzat bilan chiqishi degan gap. Indal infisal. Endi indal infisal degan gap nereden? Shu urug'dandan, ya'ni urug'dan o'rnini so'zladik. Ya'ni shu quyruq so'nggi urug'dandan chiqqan uzilgan vaqtda, ajralgan vaqtda nihoyat etilish va nima bilan shahvat bilan lazzat bilan chiqishi degan gap, kuch bilan. Endi masalan bunda ma degan gapimizdan nima gap chiqadi? Agarda urug'dan ajragan chaqda shahvat bilan chiqmasa, shahvat bilan lazzat bilan chiqmasa, buni g'usl vojib bo'lmaydi degan gap. Yana masalan bir odam bunda xotinlar munosabat o'tkazmay, ig'inasidan birini ko'tarib, qattiq ig'inasidan birini ko'tarib, bundan spermishka chiqib qolsa, masalan, az ko'rdigan ahvolda masalan. Yoki buni shu dumchisiga, o'shnisiga bir kim qattiq bilan bir qo'yganchidan deganki, meni chiqib qolsa, buning gadinga g'usl vojib bo'lmaydi degan gap. Endi shahvat bilan shahvatniki shart etilishi nima? Shahvatniki shart etilishniki dalili nima degan bir gap kelish kerak endi. Bu nereden shartlab qoldi bu shahvat degan gap? Hadisda biz so'zlagan hadisda shahvatning gapi yo'q ekan. Bu nereden chiqdi bu gap desa? Bu shahvatniki vojib bo'lib qolishning gapi Alloh taolo Qur'oni Karimda nima dedi? Va in kuntum junuban fattahharu. Agar sizlar junub bo'lib qolsanglar, fattahharu degan sizlar qattiq faklaninglar dedi Alloh taolo. Endi junub degan kim ishadi? Junub degan gap lug'atda, ya'ni leksik, junubning leksikalik ma'nosi, ya'ni lug'at ma'nosi nima? Shahvatini ado qilgan odam. Ya'ni ayol kishilar junub degan janib degan gap, biqin degan gap chiqqan. Ya'ni ayol kishilar birga etib shahvatini ado qilgan odamning ismini nima deydi? Junub deydi. Ayol kishilar birga etib shahvatini ado qilgan odamning ismi nima? Junub deb ataladi. Junub deb atalgandan keyin mana biz mishadlar shahvat degan gap mishan chiqadi. Junub degan Alloh taolo junub bo'lsang yunonlar degan gapdan, ya'ni bir odam shahvat bilan emas, shahvat bilan meni spermich ketmay, hadis orqali meni ichga suv yutganini biz bildik, beshki hadis orqali. Oyatning ma'nosini-chu, bu suv bilan chiqayotgan shahvat oyoq bilan birga yetish orqali yoki har qanday sabab shahvat bilan, lazzat bilan chiqayotgan. Agarda ayda kasal sababidan yoki qo'g'ab ketib yoki egizni tushib ketib yoki boshqa bir o'zi xohlamagan boshqa bir sabablar tufaylidan chiqib qolsa, uyqudan boshqa chiqib qolsa, bunda lazzat bo'lmasa, shahvat bo'lmasa, buningga nima bo'lmaydi ekan? G'usl vojib bo'lmaydi degan gap.
Çünkü junup degandan keyin ma'nisidan shahvat degan gapning chiqadiganligi ashyadan chiqadi. Shunga hadis ham shu hadis mutlaq lekin hadisni oyat nima muqayyatga aylantira oladi, qaydlikka aylantira oladi. Undan keyin endi bu shundan chiqadigan masalan bir necha farqi var masalan. Bir adam bizim magibimizin muhim iki tane mesele çıktı. Bir adam ayarla hepleşip ayarla nayeti yakınçılık kılışıp oturup yüzünü tutanmay meninimden uruğdandın. Evretini çıkartmalarken uruğdandın evretine kattı kilip etilip kepti acilip uruğdan acilip kepti. Kilişi evretini tutuyorlar ya yüzünü kattı tutuyorlar yüzünü kattı tutuyorlar. Menin çıkılı koymay. Şahvet felsefe olanda kubbese lik gidey şahvet felsefe olanda lik gidey meni şahvetsiz halette çıketse şahvetsiz halette çıketse nima g'usli gadanga vacib bo'laverdi. Magibimizning ma'nosi yani. Dafq degan gap avvatdan chiqish degan gap bo'ldi. Shahvat degan gap nimani ajralgan chaqda urug'dan ajralgan chaqda shahvat bilan kel degan gap. Agar bir odam qattiq xudni bilishib suyushib degandek bir chiqib turib esiyat qo'zg'alib o'zini tutolmay qattiq shu urug'dandan ajab ketdi. Avvatdan chiqmadi. Tutib oldi avvatga kelish tutib olib uni keyin shahvat faslab bo'lgan chaqda likida qumbasi astag'anam shahvatsiz holatda ketsa buni gadinga nima g'usl vojib bo'laverdi. Nima vojib bo'laverdi? Chunki ikki gap chiqish suni chiqish degan gap ma tepildi. Undan keyin dastlabda ojigan chaqda nima shahvat bilan ajab chiqib bo'lgan urug'dandan. Ma bir. Ikkinchisi bir odam xotin bilan munosabat o'tkazib, ayol bilan munosabat o'tkazib, uni keyindan bu bir ta'sindirib o'tishdan burun, ta'sindirmay turib yoki uxlab qo'pashdan burun g'usl qilibdi. Bir ta'sindirmaylam, sivatmaylam g'usl qilibdi. Uni keyin g'usl qilib bo'lgandan keyin mening qolgan qismi qilib birinchi ketgan bo'lsa, ya'ni shahvatsiz holatda ketgan bo'lsa, buning gadingima nima g'usl vojib bo'laverdi. Nimishqa g'usl vojib bo'laverdi gadinga desa, chunki bu qolgan bu meni dastlabda ajralgan chaqda bilan shahvat bilan urug'dan shahvatdan ajab chiqqan. Shu sababdan gadinga g'usl vojib bo'laverdi. Shuning uchun intayin diqqat qilish tegishli bir ish nima deganda, g'usl qilgan chaqda chuqur bir sivetib yoki bir yo'l mangib o'tib, saklab o'tib, harakat qilib o'tib, ya'ni qolgan g'uslni mening qolgan qoldiq qismi kamil chiqitish uchun undan keyin g'usl qilish intayin ehtiyotli, eng to'g'ri yo'l bo'lmasa, yana adam junub bo'lib qoladigan gap. Bu qattiq ehtiyot qilish tegishli bir ish. Endi Musannif rahimahulloh dediki, birinchisiniki mashhur so'zdan ikkinchi jumla va g'aybatu hashafatin fi qubulin aw dubulin ala al-fa'il wal maf'ul bihi dedi ikkinchisi. Endi xatniganing g'ayb bo'lishi dedi. Hashafa degan gap asli adam avratiniki, erkishiniki, avratining uchidan tortib, shu xatni qanday kesayotgan bo'ynigacha kesayotgan yigicha bo'lgan oyliqni hashafa deydi. Andin xatni qildiki, xatni kesib olayotgan terini qulfa deydi, qulfa. An xatni qilgan yana o'zini xitan deydi. Xatnilikni o'zini xitan deydi. Hashafa degan gap shu zakarniki uchidan tortib, shu xatni qilgangacha o'rnini hashafa deydi arabchada. Ya'ni shu hashafaning ayol kishiniki avratiga yoki maqitiga g'oyib bo'lishi, ya'ni kishi eshakcha kuyguchsa, buningki gadinga kiyguzguchiga va kirgizilguchi bo'lgan ayol kishining gadinga g'usl vojib bo'ldi. Ya'ni g'usl qilish farz degan gap. Endi bu yerda diqqat qilish tegishli bir ish bor. Birinchi, nimishqa bu xatniga g'oyib bo'lsa ekan kishida deganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadisi bor. Buning dalili Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan Oysha radhiyallohu anha aytgan uzun bir hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deganki, "İza jalasa bayna shu'abiha al-arba' wa massa al-khitanu al-khitan faqad wajaba al-ghusl." Ya'ni ayol kishiniki ikki qo'lidan ikki futun orasida o'tirsa, ya'ni tubiga chiqsa degan gap va erkishiniki xat nigosi bilan ayol kishining xat nigosi bir-biriga tegsa, g'usl vojib bo'ladi degan. Endi xat nigoh bilan xat nigohniki bishi tegishi degan gap, erkishiniki nima degan gap, shu erkishiniki xat nigosigacha, ya'ni xat nigohigacha avrati ayol kishiniki avratiga kirgan vaqtida andan keyin barobar bo'lgan bo'ldi, ko'rishgan bo'ldi. Ya'ni biz masalan
erkişinlikki evretine erkişin evretine teksili bir şey tekken aman gusl vacip olmaydı. Belki uçak tersine ötü. Uçakta biz de tersine doğrusu mübaşeret fahişe dedik. Yalan açılan tere. Bizden erkişinlikki yalan açılan evretine erkişinlikki evreti bir tekken aman tersim gidiyor. Kişi tersim gidiyor. Lakin xatniga körüştüren gap erkişinlikki xatnigası körüşür için yan tuşku teklifimeydi. Şu da 200'ge vaqtida. Şu vaqtida xatnigaga tekken boludu. Xatnigaga tekken boludu. Yani şu xatnigagı çıgana nima gayip bulab kirib ketgan vaqtida. Endi bu yerda bu ustoz bek bir mehnat gap qilgan demanglar haqni bu insonning er-xotinlik hayotida kunda bo'lib turadigan oldi kelib turgan ish bo'lganligi uchun biz buni tafsiliy demasak bo'lmaydi. Chunki haqda haya yo'q. Buni demayolmaydi. Endi qubulin aw dubur dedi. Bu yerda ayakshini avrtiga yoki maqitiga deb qo'ydi. Endi ayak avrtiga yoki maqitiga degan gap avrtiga kelgan gap buni tushunish bo'ldi. Endi maqitiga degan gap hunqa degan gap endi. Bu qanday gap desa birinchidan miyadi kallanlığında bir iş gap qolmasin. Bu ayakşiniki maqitiga bir ish qilsa gunoh aytgan joy ekan deb bu harom. Bu degan Lut alayhissalomning qavmi yani jiva islom dumkim turayotgan yani jiya yutqudek ig'ir jinoyat. Ayol kishining erkishiniki maqitiga kelish degan gap. Lekin bu yerdagi fiqhdagi masala nima desa fiqh degan faqat solih, taqvodor, rusmanadigan odamni uchun ham yo'l qo'yilgan fiqh emas. Fiqh degan musulmonning ichidagi obdinig'imi, eskisigimi, solihigimi, fojirigimi, gunohkorimi, gunohsizmi hamma uchun hukm beriladigan bir yo'l fiqh degan bir om uchun, ommaviy jamoat uchun, faqat olimlar, faqat solihlar uchun emas. Bütün odamlar uchun. Eski musulmon, abda musulmon hammasi uchun yo'l qo'yilgan bo'lgandan keyin agarda javob demisi ayda ayolniki maqitiga qo'ng'i kelib sascho buniga vosvaj bo'lmam tugadinga yuva tali yuva so'lam desa tali deb qo'ytan bizning tilimizda junub deganda yo'q mo'g'usliq tugadinga uni gunohi o'ziga uni gunohi qiyomat kuni tortito lekin madaniyatiki hukmi nima bu g'usl qilish kerak ekanligiga g'usl vojib bo'ladi nima ishqa payg'ambar alayhisalom xatniga bilan kurashdi debdi hadisda endi bu maqat deganda xatniga olmasa desa nimishqa xatniga bilan kurashsa g'usl vojib bo'ldi degan payg'ambarning so'zining illati nima deganda ya'ni meni ichib ketish abet so'zdik biz meni ichib ketish degan gapni g'usl vojib qiladigan sabab hadisda payg'ambar meni sperma g'usl vojib qildi degan hadisni inamal ma'u minal ma' degan hadisni so'zladik shu g'uslni meni ichib ketishning birinchi sababi nima zakirini ayol kishini övretiga kirgizish uni keyinida bu sabab nima tepiladi bu sababning o'zi qo'ng'i kirgizganda maqitga kirgizsami tepiladi andin maqitga kirgizsami o'xshash bu sabab komilroq tepiladi taxmin bitta suv chiqishi mumkin ayol kishidan meni ichib ketishi mumkin shu sababdan shu sababning o'zi shu meni ichib ketish degan bu sababning o'rniga turg'izilgan ya'ni maqitiga kirgizsa ayol kishiniki maqitiga kirgizamdi avretiga kirgizamdi o'xshash meni chiqmasin meni chiqmasin o'xshash gadnigi nima vojib bo'ladi g'usl qilish vojib bo'lar deydi ya'ni xatnigohi g'oyib bo'lsa zakari ayol kishining o'xshash gadnigi g'usl qilish vojib bo'ladi deydi endi fa'alal fa'ili val maf'uli bihi dedi ya'ni bu shuni qilg'uchi ayol kishiga va maf'uli bihi ayol kishiga degan gap maf'uli bihi deb qo'ydi nima ish maf'uli bihi ayol kishi demay maf'uli bihi deb qo'ydi desa barchasida juhudlar shudud masalan bachchibozlar erkaklar ish qilsa masalan buni o'lchiga degan gap buni ya'ni buni gunohi ayrim masala fiqh gunoh savob degan ayrim buni hukmini bayon qildi fiqhga hukm bayon qildi buni qanchalik ig'ir gunoh bo'lsa buni gunohini buni yerda bosh jazoni bitgan gap uni hukm bilan bitgan gap lekin namoz o'qishda aytdiki namozning gadini saqlamaydi da qancha gunohkorning gadini namoz saqlamaydi shuni g'usl qilish kerak namoz o'qish uchun val maf'ul bihi endi bu tamam xodimga masalan ayol kishi er kishi xudni zo'lab qilsa masalan zo'lab maqitiga kelsa er kishi buning gadini vojib bo'ldi deydi ayol kishiga nima ish vojib bo'ladi ayol kishiniki maqitidan meni kelmaydigan tursa desa nima uchun desa buni sababi masalan g'uslning babida biz bir shahvat degan gapni bir lazzatli shahvat tuyg'usi deganni
şart etip koyduk başta. Gosluda mesela had ceza kanunu da bir gap, had ceza kanunu. Bir erkekten bir ayol kişi zina kılgan bolsa, zina kılgan er kişiye taşılan çalma kesak öldürüş derhal vacip oldu mesela. Onun da şek şüphe yok. Endi zina kılıngan ayol kişi çoğu dese, zina kılıngan ayol kişi de çoğu dese, eğer mecburlangan bolsa, eğer mecburlanıp mesela baskıncılık kılıngan bolsa onu çalma kesak kılınmaydı. Endi had ceza kanununda mesela ayol kişini çalma kesak kılıp öldüreceğin kanunda eğer 4 tane guvacı boğmay kap kalsa bunu ötükülemaydı. Ceza kanunun bir kaidesi var, kaide kulli, yani eğer guvahçıla ispatla tuluk tepilmişse bu ceza ne kılınmaydı, icra kılınmaydı. İcra kılınmaydı. Yani ihtiyat yüzsüden cezanı icra kılmaslık özel değil had ceza kanununda. İhtiyat yüzsüden yani bir günah adamını ötüpseliş ihtimallığı batfeledin had ceza kanununda ihtiyat yüzsüden onu had cezanı icra kılmaslık özel. Xuddi şuningdek g'usli tartib etki g'usli Cenab-ı g'usli kanununda nima ihtiyat yüzsüden şu kılıngan ayol kişinin bunu mesela g'usli qilishi özel deydi. Anladın? Hakanca makiti kılıngan bolsa mu ihtiyat yüzsüden anki g'usli qilishi özel. Xuddi had cezada ihtiyat yüzsüden cezanı icra kılmaslık özel bo'lgani dek deydi. Yani yeni bir tarafi mesela er kişi mıkan bolsa er kişini mesela zina kılıp sagan bolsa had cezada er kişini çalmak kesak kılıyor deydi, kan gap yok. Guvaçlı yapılsa ayol kişi meni zorlap kılgan u bu dep tursa ayol kişini nima ihtiyat yüzünden nima kılmaslık had cezada icra kılmaslık özel ihtiyat yüzünden ve endi g'usl qilishi deganda mesela g'usl qilishda g'usl qilishi özel ihtiyat yüzünden. Bir ihtiyatның babı ha emas. Endi ve ru'yatul mustayqizil men üçüncüsünde sözüldi. Mesela İbrahimullah uykudan uyg'onuvchining menini yoki mazini ko'rishi mu g'usl qilishni vojib qiladigan omillardan biri, yani üçüncü omil. Endi yani bir rivayette Muhtasar el-Vuqay'daki müşahedeki ve illem yahtelim deb qo'ygan bir qaydin bor. Yani uyqudan uyg'ongan odamning menini yoki mazini ko'rishi, yani uchishida ihtilam bo'lmasin yoki ihtilam bo'lgan eslayolmasin esida bo'lmasin chiqib uyg'onib menini yoki mazinlam ko'rsa, menini yoki mazinlam ko'rsa mushuningki gadiga nima vojib bo'ladi, g'usl qilish vojib bo'ladi deydi. Endi uyquda uyg'onuvchining menini ko'rishi degan gap bunun delili nima desa, mesela hadis yuqorida so'zlab o'tgan Payg'ambar vasallam g'usl qilish minal ma degan, yani menini ko'rganlikdan dedimi, bir adam bu menini uyugan qoldi ko'rsin, uxlab qolib ko'rsin, chiqib shu meniniki asrini ko'rsa ishtanda buni gardinga g'usl qilish vojib bo'laverdi. G'usl qilish vojib bo'laverdi. Ammo bir adam tushida qattiq shayton aqlab tushib qo'yapti. Lekin onun qopsa hech qanday ishdan hölama, hech qanday menini asri bo'lmasa buni gardinga nima g'usl vojib bo'lmaydi. Mal bir. İkincisi endi mezi degan nima? Biz meni degan oq narsa, quyoq oq narsa emasdan balog'at etganlar bo'ladi. Mezi degan joyda mezi degan adam qattiq hissiyat qo'zg'alib qolsa yoki ayol bilan suyashsa degandek chiqadigan suzuk suv. Shilash suzuk suv. Bu ismi mezi. Vadi deb narsa, vadi degan gap adam qattiq ig'inash ketiribsa yoki tayatsini sip bo'lganligi suzukning keyin bundag'ina shilash qiladigan yani bir suva, bu mu suzuk su, bu ismi vadi. Vadi bilan mazi pek yaqin farqi yo'q. Endi bu narsalar chiqib qolganda nima mazi bilan vadi o'g'oq chaqda chiqib qolsa nima tarat sinib ketadi, kichik tarat. Chunki biz kichik taratni shu ikki avratdan chiqqan narsaning hammasi taratini tutdik. Lekin mazi bilan vadi nima o'g'oq chaqda chiqsa taratni sundirmaydi. Nima g'usl taratni sundirmaydi, cho'ng taratni sundirmaydi. Ama uxlab qolgan chaqda chiqsa deganda mazi bo'lib qolgan taqdirda mu g'usl tarat atgan gap gadinga. Nima uchun desa, chunki bu chiqqan mazi deb biz e'tibor qilgan narsaniki badanninki qiziqlik bilan yoki bak suyuq ishib ketganligi bir sabab bilan adamning mijoziniki tangpongsizlashishi sababidan kelib chiqqan bir menining suyuqlashib ketgan meni xuddi maziga o'xshaydigan suyuqlashib ketgan meni bulab qilish ehtimolligi
bulab qalganligi uchun bunu %100 biz meziyet dep kisenmegeligimiz üçün uxlap qalganchaqdaki işten göl boğan narsani ehtiyat yürüseden nima meziyet ko'p bo'lgan taqdirdami gading g'usl qilish vojib bo'ladi. İşten de höllekni ko'rgan hamon şoňa ýatqadam qap ýalňaçasy bolmaýdy. Ýatqadam degen çoğum bir körsärkip etiş gerek. Endi Musannif rahimahullah bir ýerde bizge bunu söýüp bolgandan keyin 4-nji kılıp venqita'ul hayzi ve nifas dep koydu. Yani ayal kişinin hayızdan ve nifasdan üzülüşü gadanga g'uslni vojib qiladi. Menga bir diqqat qilish tegishli bir ish bor. Endi qanday diqqat qilish tegishli ish deganda bu hayızdan nifasdan üzülüş degan gap taratni sunduytgan, insonning taratni sunduytgan. Şu mesela belki bu taratni sun tarat yok ayallardaki tarat fayda tutsa, bedeni pakut tutsa. Bu nemişqa, neme sebepten bu hayızdan nifasdan pakut adamniki g'usl qilish vojib bo'ladi desa, Alloh taolo Qur'oni Karimda nima deydi? O ayallarga ve la taqrabuhunna hatta yathurna degan ayet. O ayallarga pak bo'lgan kadar ayallar pak bo'lib bo'lgani kadar ayallarga yaqin yurmang degan oyatda ikki xil qiraat var. Bir xil qiraatda nima? Hatta yathurna. Bu mashhur qiraat. Yani bu Qur'oni Karimda yozilgan qiraat. Hafs an Asim'den rivayet kılıngan. Yeni bir xil qiraat dese hatta yattahharna. Yani ayallarga qattiq paklanıp bolmoqçu, ayallar qattiq paklanıp bolmoqçu ki ayallarga yaqin yolu ma'na degan bu tumanız. Endi qattiq paklanıp bolmoqçu degan nima bilan bu dese şu g'usl qilish bilan bo'ladi. Ayal kishi qani to'xtab, uni bütün bedenlerini pakiz yuvib, qattiq tozalab bolmoqçu ayallarga yaqin yolu ma'na degan bo'ladi. Yeni bir oyatniki hukmiga asosan nima? Ayal kişiniki heyzni pakagan aman yunip bolmuşmu? İki qatı yunip bolmuş dep ayallar inip taýdagyn bir iş qiladi dese bolmaýdy. Çoqum bu yunip bolgandan keyin, qattiq tozalanyp, pakizlanıp bolgandan keyin nima qilish kerak? Ayal eri ayalı bilen jima qila alaydy, munosabat ötküze alaydy. Bu taharatning ismini dep ataýdy? Tazılık. Bu taharatning ismi da namaz üçin elengan manevi taratsizlik, tersim ketkenlik üçün emas, belki tazılık üçün. Şoňa Allah Taala hatta yattahharna degan tazılık taharet iki xil. Tazılık tahareti ve belçaqda manevi adam bedeni pakize belçaqda. Lekin bir de usraf sahası mesela. Usraf sahası adamniki hiçbir bedeniga nijaset yok qalmaydı, bunun manevi taharetsinip ketken butu. Lekin taratsizlik iki xil dep besizde betik. Biri manevi, yeni birisi hakiki. Mesela cisim bir şaltak yukup kalsa onu yumuğucu paklamaydı beden mesela. Xuddi mana bu hakiki bu nijaset. Yeni birisi manevi taharatsizlik degan bir adam usraf salsa buniki hech qanday bedendagi nijaset yukup kalmaydı degan taharatsizlik ketadi. Endi heyizni paklagan ayolning deganda heyizni paklagan ayolniki manevi taharatsizlikka sinib ketmanlik. Heyizni paklagan aman Eğitim bakımından bu tertası bu kişi tertası tert alaydı. Manevi tersizlik mesela neme üçün bununla g'usl qilish vojib desa buniki nijoz tahqiq qilgan shu qondan iborat va badallarga qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu tozalik qilish tahorati bu. Tozalik qilish uchun gadinga farz qilingan tahorat. Shuning uchun Alloh taolo shu ayollar qattiq pok bo'lib, qani kamil to'xtab, pokiz tozalanib, qonlarini yuvib, shu o'zini tazalab bolmoqçu ayallarga yaqin yurmanglar deydi Alloh taolo. Şoňa bu ayatning sebäbinden heyizden ve nefasdan üzülgen ayallarning g'usl qilishini va farz. Endi la vat musannif dedi la vat u behimetin bila inzal. Yani hayvanatlarni meni inzal bolmusumu, meni inzal bolmasdan hayvanatlarni vati qilish degan gap, yani hayvanatlar bilan munosabat jima qilish g'usl vojib qilmaydi deydi. Endi bu yerda diqqat qilib biz so'zlab o'tgandek askar tikishlik ish qilmas bu bor. Yani anda da hayvanatlar bilan jima qilsa gunoh olmaydigan o'xshaydi deb anda masala yo'q. Men dedim işte bu fiqh masalasi ahkam hukmni bayon qildi. Hukmni, gunoh savobni emas. Gunoh savob, yani buni gunoh bo'lamdi, savob bo'lamdi desa, hayvanatlar bilan hukm jihat qanday hukm bergan? Agar bir odam eshak bilan yoki bir hayvanotlar bilan vati qilsa, buni shu shekilda
billa tağın tepsiye çıkıp taş etiş gerek. Yani ikisini tam billa kümep defin kılıp ötüp etiş gerek. Bunun cezası intayin ağır cezalı. O başka mesele. Lakin şunu yapsak adam geldi namaz saklamdı. Yak namaz saklamaydı. Çok yün iş gerek. Digen gap bulamdı dese hayvanat bilen hayvanat bilen ve yapsak adam geldi gusül vacip bulamdı dese gusül vacip olmaydı. Nemiş vacip olmaydı o dese. Mesela bir adam öyle bakıyordu. Çişir ölen bir adam hem de bu mümkün olmaydı kardeş hem de. Lakin misal gelecek. Cima kıtı dese o adam o şeyden cima kıtı şunda kalıp çişik kalıp o ben kaçan yivatıla ben kaçan çişli vatıla demez. Nadi işe gelen bir şey cima kıtı dese kaçan ben tepet dolayı kokap diyendek bunu bir kamil lezzetleniş duygusu ve yüz ben mi geldik için eğer de beni inzal bulmaya kalsa yani beni sıfır mı çıkmaya kalsa bunun da yani kamil sebep yok diyen gibi. Anladın? Kokuncuyla bile lezzetinden mi geldi ki şehvet kamil tepinmeyi katı diyen gibi. Şu sebepten bunu geldi ki eğer beni inzal bulmaya kalsa vacip olmaydı o diyen gibi aşu. Anladın? Mesela bir adam yine şunu okşayan mesela azıcık ananızım bir günep kalan kumalap kalan kisellik adamlığa. Yani ananızım kıtkan adamla eğer de aynı alkallı bilen hepilişip oturup bunun da nava diyen ki beni spermi çıkmaya kapkası geldiğini gidememez. Guslu vacip emez diyen gibi. Çünkü bunun da lezzet kamil tepilmaydı diyen gibi. Yani hem de bugünkü dersimiz biraz uçuk derslap kaldı. Lakin bunu doğru düşünüşün olanı ümit kılımız. Çünkü bu intayin kişilik turmuşumuzda fakat üzümüzden bildiğin üzümüz başka Allah üzümüz başka hiç kim bilmeydiğin mehfi turmuşlardı ki mesela intayin inçke bunu biliş gerek. Analizm diyen mu intayin hataylık yol. İntayin insanlık kişisel huddi akıkım alıp kanı kumak koyduğun bunun acayip çıkanmaydıgan pek katı dikkat kılışkı tikişlik ülümalı buna haram depet var belgen çünkü bunun da ne çıkıl insanga ziyanlık boğan taraflar. Birinci insanlık ki sperma yani meni yani bunun evlat tuğuluduğun uluğ ne? Bakağı zayaklı bitiş. Bakağı zayaklı bitiş. Bu bir. İkincisi insanlık kişilik koyduğun. İnsandaki meni baldırıp gitiş, meni tutanmaslık kişilikleri sebep olduğu asası amil. Anladın? Din tatip yani birinci kişiliklerini tevipla oturup koyduğun, tibabet oturup koyduğun, kişiliklerini oturup koyduğun insanға zarar yetkizdiğin, payda yetkizmeydiğin iş boğalık için bunu ülümalı katlı çekligen bir adamın şehveti katlı bek kozgulup gitip yok adamın ki bek buna açıp kalıp biz kandak kılış gerek rozu tutuş gerek rozu tutuş arkalık Peygamber Aleyhisselam şehvetlerini alanı sundurulana digen hem de musannef dedi ve sunneril cumuati vel aydeyni vel ihrami ve arafa gusül kılış cüm'i namazı için İki namaz için ve ihram için ve arfat için sünnet kılındı deydi. Yani cümle namaz için diyen gap cümle gün için emez belki cümle namaz için. Gusül kılış cümle gün için emez belki cümle namaz için. Nimişka degende çünkü cümle günün ulu buluşunun sebebi nime için? Cümle namaz için. Cuma günü barık cemaatla toplanıp hemmisi vez nasihat anlap başka gündükeden toplanmaydı. Vez nasihat anlap hemmisi kattı cuma namazını billah adakal toplaşıp cemaatle adakallık için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İza nudiye lis salati min yevmil cuma'da cuma günlükte namaz günü da kılınsa da Allah'ın namazı kılgalık için cuma günündeki en ulu faaliyet namaz ve bu gusül nime için cema şu namazı yığılga vaktida başkaları bir gayri furak ses furak bir başkaları azar vermezlik için. Çünkü Peygamber Aleyhisselam 5'te gusülünü buyurganda sahabeler hemmisi baza Medine Münevvere'de sahabeler bir bazada işlep herip bir talep hemmisi kılın çapalarını ki meşkigende talep gayri furak şikayet kutuğanı ki Peygamber Aleyhisselam deslepti buyurganda ne diyen kim ki cuma kıla olsa gusül kıp gelsin fel yaktasil diyeni kat'i buyuruktu buyurdu. Çünkü bu gayri furaklar pek imam olup gitti. Onun için hemmisi sahabeler gusül kıp kilidğan ve yığın kiyimlerini giyip anda kılın kiyimlerini giymey hatta yün musumu belçakda bunda bir gayri furak çıkmaydı halat bu çağda Peygamber Aleyhisselam ne dedi çağda hakkında adam cuma günündeki taharet ep gelse fe biha ve ni'me bek yaxşı çıkan buludu bek yaxşı eğer gusül kılış için tekme özel dedi. Demek gusül kılış cuma namaz için gusül kılış sünnet. Eğer de gusül kılış bek sevap bek yukarı vacip hem de eğer de yani yine hazır mescitlerde bir işlep ki adam olsa bedenen gayri furaklık nadigen ki talep ketken halette
bolsa bunu goslu kılıp beriş vacip yine. Okşaşla. Yasig yanı tu. Lekin bir adam üyden kopaptı mesela bir alaka hayırlı program talep etmepti. Tertip basa meylini mi kok lekin kattı savaptını kurup kalgan budu. Sünnet terk etken budu. Acayip kattı savaptını nima kurup kalgan budu. Eğer bunu inkar kılıp ayıp kımsak mı budu kalgan bolsa günahkar budu. Eğer hem de zürriyetinin sahibini kılamay kalgan bolsa meylini mi kok. Şunun için cümükünü goslu kılıp batkan bolsa bunun savabı degen acayip özel. İşki namaz için goslu kılıp sünnet. İhram için goslu kılıp sünnet. Arpat künesi Arpat'ta hukuk kılış için mi goslu kılış sünnet demişka Arpat'taki bu nima kılış için goslu'daki bu mesela dedim goslu taharetdeki bet degende aş bedendeki tane gayri furakni yo'qotish uchun bo'lgan taharetsizlik emas. Tertib va uniki tertib ketganlik uchun ma'naviy tertib emas balki bedendeki gayri furaklarni ses furaklarni yo'qotish uchun yuyinish degan hukmlar mush hukmlardir bari yani aşa yezdin paklanish pastdan paklanish degandagi hukmlarmi ve cümle könüsünü goslu kılıç degendeki mu Arpat şikayet namlusu degen hemmesi pakiz olap hemmesi cemaatle toplanılan sorun bolgandikin cemaatle toplanılan sorunga nima qilish naturallik kiyimlerimiz bilan pakiz retlik etlerle huşfakla bilan bilish intayin muhim Peygamber ömrüde terk etmegen hatta Peygamber ağzını misvakla acıtmaydı hatta ülep ketken vapatlap ketken vaxtlarda mı misvak selli halatda Peygamber vapatlap ketken demiş ki Peygamber ebeden üzünün gayri furak ses furakının çıkışıp kalıştı katli halamaydı ve çıkmaydı Peygamber ihbar ember çıktı yani şunda adımı Peygamber yani şunda ehemmiyet belirtti ağzından tazılıkla ve üzünden kuş furakı bek kattığı ehemmiyet belirtti Müslümanların en mühim işi başkaları azar vermezlik hoy tilde azar vermezlik hoy kulda azar vermezlik hoy ref üzerine furakları da ve üzerindeki kiyiniş turuşları da başkaları azar vermezlik. Onun için el muslimu men selimel muslimune min yedihi ve lisani diyen bu kaide kulliye emdi müşerreken dersimiz akırlaştı ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu teala ve sellem ala hayri halqihi Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.